Real Madrid kecha tunda klublar o'rtasidagi jahon chempionatida chorak finalga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Bu uchrashuvda yagona golni Real akademiyasidan chiqqan yosh Gonzalo Garcia kiritdi. Ushbu gollar o'yinlarni jonli efirlari Telegram kanalimizda. Endi Real chorak finalda Borussia Dortmund bilan kuch sinashadi. Ushbu uchrashuvni Telegram kanalimiz orqali jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Telegramga o'tish manzili kommentariyada ko'rsatilgan. Albatta Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bugun ham siz uchun eng qiziqarli xabarlarni to'plab qo'yganmiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati Real Juventusni mag'lub etib chorak finalga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Turin klubi posboni Di Gregorio 10 ta seyf amalga oshirib jamoasini yirik mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. Real Madrid Juventusni mag'lub etib chorak finalga yo'l oldi. AQShda o'tayotgan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida nimchorak finalning markaziy bahsi bo'lib o'tdi va unda Real Madrid Juventusni Gonzalo Garcianing goli evaziga mag'lubiyatga uchratdi. Hisob yirik ko'rinish olishi mumkin edi, ammo Turin klubi posboni Di Gregorio 10 ta seyf amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Borussia ustozi Realga qarshi o'yin biz uchun bonus va katta chaqiruv bo'ladi. Niko Kovich Borussiyaning klublar o'rtasidagi jahon chempionati 1-8 finalda Monterrey ustidan qozonilgan g'alabasi haqida gapirdi. Germaniya klubi AQShdagi turnirning chorak finalida Realga qarshi maydonga tushadi. Biz kutganimizdek og'ir o'yin bo'ldi. Birinchi bo'limda yaxshi o'ynadik, yana 1-2 ta gol urishimiz kerak edi. Ikkinchi bo'limda biz yaxshi himoyalandik, bu zarur edi. Raqib bizga bosim o'tkazdi, lekin menimcha biz ularga ko'p imkoniyat berdik. Tanaffusdan keyin yetarlicha tajovuzkor bo'lmadik. Yakunda maqsadimizga erishdik. Realga qarshi o'yin biz uchun bonus va katta chaqiruv, dedi Borussia Dortmund klubi bosh murabbiyi. Eslatib o'tamiz, Jude Bellinghamning ukasi Job Bellingham kechagi o'yinda sariq olganligi uchun Realga qarshi o'ynamaydi. Xabi Alonso g'alaba mazali bo'ladi. Real Madrid klubi bosh murabbiyi Juventus bilan o'yindan keyin jamoa va futbolchilar haqida fikr bildirdi. AQShda o'tayotgan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida nimchorak finalning markaziy bahsi bo'lib o'tdi va unda Real Madrid Juventusni Gonzalo Garcianing goli evaziga mag'lubiyatga uchratdi. Ushbu bellashuvdan keyin qirollik klubi bosh murabbiyi Xabi Alonso o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. G'alaba mazali bo'ladi. Bu ko'rinishdagi turnirning har bir uchrashuvidan keyin uyga ketasiz yoki musobaqani davom ettirasiz. Biz ko'prog'ini xohlaymiz. Chorak finaldamiz. Birinchi bo'lim yaxshi o'tdi. Sekin-sekin o'yinimizni qo'shib bordik. Ko'proq gollar urishimiz ham mumkin edi. Davom etamiz va biz o'smoqdamiz. Gonzalo uchun xursandman. Biz uni xuddi shunday davom etishga chaqiramiz. Garcia gollari va harakatlari bilan juda yaxshi ijro namoyish etmoqda. U o'ziga berilgan vaqtdan unumli foydalanmoqda. Keyingi o'yin haqida hozircha o'ylamoqchi emasman. Avvalo bugungi bahsga e'tibor qarataman. Bosqichma-bosqich Mbappe o'zining darajasiga qaytdi. Undagi hissiyotlarni bilish uchun har kuni Kylian bilan gaplashaman. Hujumchini nimchorak finalda ko'rish yoki ko'rmaslik uchun bizda 3 kun vaqt bor. Valverde hayotimni osonlashtirmoqda. U yuqori darajadagi futbolchi. Valverde barchasini g'urur bilan yaxshi bajaradi. U jamoadoshlarini o'zi bilan tortib yuribdi, dedi mutaxassis. Endi chorak final o'yini 5-iyul kuni tunda bo'lib o'tadi. Ushbu uchrashuvda sizningcha qanday natija qayd etiladi? Real Madrid yarim finalga chiqa oladimi? Fikrlaringizni izohga albatta yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.